Bolalarda burunda go'sht, ya'ni adenoidlar to'g'risida deyarli hammamiz eshitganmiz. Xo'sh, bu adenoidning qanaqa xavfli xususiyatlari, qanaqa xavfli belgilari mavjud? Birinchidan, bola juda ham injiq bo'lib qoladi. Ikkinchidan, bolalarning tishini perkusi, даже jag'lari qiyshayishigacha olib kelishi mumkin. Uchinchidan, eng og'ir asoratlardan biri, ya'ni quloqqa asorat berishi. Bunaqa holatda bolani eshituvi sezilarli darajada pastga tushib ketib qoladi. To'rtinchidan, bolangiz kechqurun hattoki siyib qo'yish belgilari ham kuzatilishi mumkin. Beshinchidan esa bolalarning tilini chiqishi ham anchagina kechikadi. Oltinchidan, hammamiz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa, bolaning diqqat va xotirasi, ya'ni o'zlashtirishi juda ham pasayib ketib qoladi. Xo'sh, bolalarda adenoid bezi bor yo'qligini qanaqa bilamiz? Bunaqa holatda adenoidni tekshirishning asosiy ikkita usuli mavjud. Birinchisi endoskopik tekshiruv, ya'ni zamonaviy endoskopiya orqali adenoid bor yo'qligi aniqlanadi. Ikkinchidan rentgenologik tekshiruv usuli. Bunaqa holatda maxsus apparatlar va maxsus shifokor nazorati ostida o'tkaziladi. Adenoid vegetatsiyasining 3 ta darajasi farqlanadi. Birinchi darajada maxsus dorilar yordamida lecheniya qilsa bo'ladi. Ikkinchi va 3-darajada professional lor xirurg bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Hozirgi vaqtda adenoid to'qimasini olishni bir necha xil usullari mavjud. Ulardan eng zamonaviy va xavfsiz usuli bu Sheverney adenotomiya. Sheverney adenotomiyani bir necha xil ustun taraflari mavjud. Ulardan eng asosiysi birinchisi qonsiz ravishda amalga oshiriladi. Ikkinchisi adenoid to'qimasi qaytib o'smaydi. Uchinchidan bolaga hech qanaqa ruhiy travma bo'lmaydi. Ya'ni bola hech qanaqa og'riqni umuman sezmaydi. Hozir aynan shu usulda adenoid to'qimasini olishni amalga oshiramiz. Bu bemorimizni mana ko'rishingiz mumkin. Adenoid to'qimasi 3-darajada nafas yo'lini to'liq yopib qo'ygan. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa mana eng zamonaviy usul Sheverney usulda adenoidlarni olib, o'rnlarini kuydirib qo'yamiz. Bu usul hozirda eng ishonchli va zamonaviy usul hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, bu amaliyotimiz umuman og'riqsiz usulda amalga oshirilyapti. Bolachamizda deyarli qiynalish bo'lmayapti. Xudo xolasa narkozimiz ham gazoviy narkoz, eng zamonaviy narkoz. Bolaga hech qanaqa asorat bermaydi. Xudo xolasa bemorimizni xudo xolasa adenoid to'qimasini olib tashladik va o'rnini koagulyator yordamida kuydirib qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin. Nafas yo'li to'liq ochildi. Boya adenoid bezi to'liq yopib qo'ygan edi bu yo'lni. Xudo xolasa mana nafas olishlari 100% ga tiklandi. Hozir ko'rganlaringiz adenoidni olishning eng zamonaviy usuli, ya'ni Sheverney adenotomiya deb ataladi. Quyidagi afzalliklarga ega. Birinchidan, bolada hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. Ikkinchidan, qayta o'sish holatlari deyarli uchramaydi va uchinchidan esa qonish holatlari juda ham kam kuzatiladi. Shundoq ekan, adenoid to'qimasini vaqtida e'tibor berib, vaqtida oldirish kerak. Asoratlarni o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Bolani qulog'iga, tomog'iga kuchli asoratlar beradi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.